Ha shu mahallamizdan kaboblar bordi, o'sha yerda yesang ham bo'lardi-ku. Aynan shu Dilshod kabobdan yeyishing kerakmi? Nima qiling? Bolangiz yegisi kelyapti, emas? Bola ehtiyot qilish kerak, bola ehtiyot qilish kerak. Qani kim bor ekan bu yerda? Bormi shashlikimiz qani? Bo'l, mana qarang. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamasizmi? Qani keliz homiladorda. Dilshod kabobdan yegisi kelyapti. Zo'r, zo'r. Har 5 ta qo'yib olsanglar, 5 taga to'yasanmi? Voy, 5 ta nima bo'ladi? Adasi, qo'ysin. 10 ta qo'y, 10 ta. Ha, bo'ldi, 10 ta qo'yib oling. Qo'y, 10 ta qo'y. 5 ta qiyma, 5 ta ijaz bo'lsa, o'kib yersana. 10 ta. Ay, bolaga ta'sir qilishi mumkin. Qani ehtiyot bo'lib yur, ehtiyot bo'l. Xona joy bor. Ay, bo'ldi, qani. Nima bo'ldi? Voy, adasi. Keldi. Dadam kelib qoldi. Turing. Boshlandi. Voy. Skoriy chaqirib bo'ladimi kim bu yerda? Bo'la qoling. O'zim mashinamda olib boraman. Qani yur, qani ehtiyot bo'lib. Ehtiyot bo'l. Qalay bo'lsangiz, qalay bo'l. Shashliging gap yo'q. Zo'r ekan, lekin keling dard tutib qoldi shu paytda qara. Pul-chi, pul. Qanaqa qo'yningga pul sig'adimi ko'rasan? Bo'ldi. Pulim o'sha. Voy, nima bo'ladi endi yog'ing? Ehtiyot bo'l. Hozir. Bo'ling. Hozir ulguramiz. Hozir bu endi tez yordam qachon kelar ekan? Ha, tez yordam ish qilib eson-omon yetmagan. Ne kulyapsiz? Mana shu Dilshod kabobga boru. Necha marta kelaman-da, yo'lini qilib, pulim to'lamay qochib chiqib ketdik deyman. Baribir qanaqadir tutib olishadi-da. Shu bugun lekin qoyil qoldim. Qadaming yo'qdi. O'zi ham 10 ta shashligi bordingmi? Voy, gapirmang. Sen yomon yeding. Qalay o'xshatdimmi mana? Gap yo'q. O'g'limiz zo'r o'ynadimmi? Bugun o'xshadi mana. Plan olganman, yomon qilatdik lekin. Olmayli. Kimsan sen? Men boyagi shashlikchimanman. Nima qilib o'tiribsan bu yerda? Sizga yordam beraman deb chiquvdim mashinangizga. Ha, keyin tug'ib bo'ptilar mana. Bu men joyimga olib borib 10 shashlik pulini to'lab yuboring. Qoningdagini bekor chiqib vaqtli chiqarib qo'yibsan. Maza qilib o'tiramiz degan mijozlarimiz talabiga binoan nazardan ustidan 5 xayriatga kirib kelishingizda pasharkani to'g'risida Dilshod kabobdan yemabsiz, bu dunyoga kelmabsiz. To'y hashamlagan zakaz berishingiz mumkin, dastlabkilarimiz bor. Oilaviy kelib o'tirishingizga ham sharoitlari zo'r. Dilshod kabob.